Diqqat! Hozir siz eshitadigan xabarlar oddiy siyosiy yangilik emas. Bu voqealar global miqyosda xavfsizlik, iqtisodiyot va harbiy muvozanatni o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan darajada jiddiydir. Dunyoning turli nuqtalarida bir vaqtning o'zida sodir bo'layotgan hodisalar yagona katta inqirozga ulanib bormoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Siz Front Axis Media kanalidasiz. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, AQSh hududida juda xavfli hodisa yuz berdi. Florida shtatida noma'lum dron deyarli Donald Trumpga tegishli samolyotga urilib ketishiga oz qoldi. Ushbu hodisa aeroport hududida favqulodda xavfsizlik choralarini ishga tushirishga sabab bo'ldi. Harbiy vertolyotlar zudlik bilan havoga ko'tarildi va hudud to'liq nazoratga olindi. Mazkur voqea hali rasman terror harakati sifatida baholanmagan bo'lsa-da, uning ortida kim turgani masalasi ochiq qolmoqda. Ammo bitta haqiqat aniq. Urushning soyasi endi faqat jang maydonlarida emas, balki AQSh ichki hududlariga ham yetib bormoqda. Shu bilan bir vaqtda Isroil ichida ham jiddiy iqtisodiy bosim yuzaga kelmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, davom etayotgan harbiy qarama-qarshiliklar natijasida mamlakat iqtisodiyoti kamida 57 milliard dollar zarar ko'rgan. Bu yo'qotishlar bir nechta frontlarda olib borilayotgan harbiy operatsiyalar, xususan Hizbulloh va Iron bilan bog'liq qarama-qarshiliklar bilan izohlanmoqda. Davlat qarzi keskin oshib bormoqda, eksport hajmlari esa pasaymoqda. Bu esa uzoq muddatda iqtisodiy barqarorlikka jiddiy tahdid solishi mumkin. Tahlilchilarga ko'ra, agar harbiy harakatlar davom etsa, bu ko'rsatkichlar yanada yomonlashadi. Yana bir muhim voqea Iroq hududida kuzatildi. Bag'dod xalqaro aeroportida harbiy transport samolyoti ehtimoliy dron yoki raketa hujumi natijasida shikastlangan. Bu holat Iroq hududi ham tobora faol jang maydoniga aylanayotganini ko'rsatmoqda. Iron tomoni esa AQShga nisbatan keskin bayonotlar berishda davom etmoqda. Xususan, Iron qurolli kuchlar vakillari AQSh tomonidan ehtimoliy quruqlik operatsiyasi amalga oshirilsa, amerikalik askarlar Fors korpusi akulalari uchun ozuqa bo'lishi mumkinligini bildirgan. Bu bayonotlar ochiq tahdid sifatida qabul qilinmoqda. Bu faqat propagandistik chiqish emas, chunki ayni paytda AQSh tomonidan Iron hududiga ehtimoliy harbiy operatsiyalar rejasi ishlab chiqilayotgani haqida xabarlar tarqalgan. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu rejalar maxsus kuchlar va piyoda qo'shinlarni o'z ichiga olishi mumkin. Biroq Trump ushbu operatsiyalarni rasman tasdiqlaganicha yo'q. U avvalroq hech qayerga qo'shin yubormasligini aytgan bo'lsa-da, vaziyat keskinlashsa, qaror o'zgarishi mumkinligini inkor etmagan. Energetika frontida ham keskin o'zgarishlar kuzatilmoqda. Saudiya Arabistoni Hormuz bo'g'ozini chetlab o'tish uchun neft eksport yo'nalishlarini o'zgartirdi. Endilikda kuniga qariyb 7 milliard barrel neft Qizil dengiz orqali tashilmoqda. Bu qaror global logistika tizimida katta o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Agar Hormuz bo'g'ozi yopilsa, bu butun dunyo energetika tizimiga zarba beradi. Ayniqsa, Yevropa va Osiyo davlatlari uchun bu jiddiy inqirozga sabab bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, yana bir muhim voqea Iroq hududida kuzatildi. Ukraina tomonidan amalga oshirilgan zarbalar natijasida infratuzilmalarga zarar yetgani haqida xabarlar bor. Bu esa urushning geografiyasi kengayib borayotganini anglatadi. Yevropadagi vaziyat fonida yana bir global ogohlantirish Vatikan tomonidan bildirildi. Rim papasi Leo urush boshlagan yetakchilarni keskin tanqid qilib, ularning harakatlarini rad etdi. U o'z nutqida urushni hech qachon oqlab bo'lmasligini va bu yo'l insoniyatni falokatga olib borishini ta'kidladi. Bu bayonot diniy nuqtai nazardan bo'lsa-da, uning siyosiy aks sadosi ham bor. Chunki Vatikan global miqyosda katta ma'naviy ta'sir kuchiga ega. Bundan tashqari, ekologik xavflar ham ortib bormoqda. Jahon meteorologiya tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Markaziy Osiyoda muzliklar tez suratda erimoqda. Bu esa kelajakda suv tanqisligiga olib kelishi mumkin. Pomir va Hindukush hududlaridagi muzliklar Amudaryo va Sirdaryo kabi yirik daryolarga suv bilan ta'minlaydi. Agar bu jarayon davom etsa, O'zbekiston va qo'shni davlatlar uchun jiddiy suv inqirozi yuzaga kelishi mumkin. Endi savol tug'iladi. Bu voqealar qayerga olib boradi? Dunyo yangi global inqirozga kirib bormoqdami?
Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda bir nechta inqirozlar bir vaqtning o'zida sodir bo'lmoqda. Harbiy, iqtisodiy va ekologik xavflar birlashib, murakkab tizimli muammoga aylanmoqda. Agar yirik davlatlar vaziyatni diplomatik yo'l bilan hal qilishga harakat qilmasa, bu keskinlik yanada kuchayishi mumkin. Ayniqsa, AQSh, Iron va Rossiya o'rtasidagi qarama-qarshilik global barqarorlikka jiddiy tahdid solmoqda. Xulosa qilib aytganda, bugungi voqealar biz yashayotgan dunyoning qanchalik nozik muvozanatda ekanligini ko'rsatmoqda. Har bir qaror, har bir harakat katta oqibatlarga olib kelishi mumkin. Siz bu yangiliklarni diqqat bilan kuzatishingiz kerak, chunki bu voqealar ertagi kuningizga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz bu kabi dolzarba va muhim yangiliklardan xabardor bo'lib borishni istasangiz, kanalimizni kuzatishda davom eting.